23-chi savol. Yana shu qanaqa mavzuda? Parallel mavzusida bo'layapti ekan. Demak, bizda aytilyapti, rasmda berilgan to'g'ri to'rtburchak parallel to'g'riburchak to'la yuzini toping va uni nimadan hisoblang? Detsimetrlardan hisoblanadi. Demak, 40 santimetr ekan bu tomonimiz. Bu tomonimizchi 30 santimetr ekan. Balandligimiz qancha ekan? 2 detsimetrga ekan. Bolalar, mana shu savolni boshidan o'zgartirib ketamiz. Bizga nima deyapti? Detsimetr kvadratlarda hisoblanyapti. Demak, 40 santimetrimiz qancha bo'ladi? 4 detsimetr o'z bo'lyapti. 30 santimetrimiz qancha bo'lyapti? 3. Endi nima bo'lyapti? 3 detsimetrga teng bo'lyapti. Bo'ldi. Endi bizga santimetrdan detsimetrga aylantirib 2 ta 0, 3 ta 0 qisqartir degan narsa bo'lmaydi bizga. Endi to'la yuzi deganda bizga qayerdan aytyapti? Hamma tomonni yuzlardan aytyapti. Ya'ni misol uchun mana bu yer ham kiradi bunga, bu orqasi demak, mana shu oldi ham kiradi, bu tepasi ham kiradi, to'g'rimi? Mana buni orqa tomoni ham, bu tomoni ham, pasti ham, tepasi ham. Jami nechta tomoni bor? 6 ta tomonni hammasi kiradi. Demak, yuzani qaysi bilan belgiladi? S. Endi qaranglar, men misol uchun yozib olyapman. Mana bu tomonim balandligini, balandligini h deymiz. Balandligini h, bo'yini a, mana bu yerini b qo'yayapman. Bo'laveradi? Demak, endi men agar tepaning yuzini topmoqchi bo'lsam, a ko'paytirilgan b bo'ladimi? Ustki qismini yuzini topmoqchi bo'lsam, ustki qismi bilan ostki qismini nima yuzlari barqarormi? Demak, nima bo'ladi? Ko'paytirilgan 2 bo'lar ekan. Ya'ni a ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan. Endi bo'ptimi? Endi men mana endi mana bizga ko'rinib turgan oldi bor. Shuni yuzini topmoqchiman. Nima bo'ladi bu? B ko'paytirilgan h. Bni hga ko'paytiraman, b yana nechaga ko'paytiraman? 2 ga ko'paytiraman. Qo'shyapman. Orqasi ham bor uchun to'g'ri. Endi bizga qayer qoldi? Mana bu yuzamiz qoldi. Mana shu yuzani ham topishim kerak bo'ladi. Endi bu yuzada bu tomonimiz nechaga teng edi? A ga teng edi. Ya'ni mana bu A ga bu yer, A ga bu yer, A ga tengmi? Balandligi nimaga teng? H. Demak, A ko'paytirilgan H ko'paytirilgan 2 qilib ekan. Formulamiz darajada uzayib ketgan. Qisqacharoq qilib nima qilamiz? 2 ko'paygan qavs. 6 ni ko'paytiramiz. 8 ko'paytirilgan qo'shiq. To'g'ri. Esga qilyapman, qaranglar. Hammasi 2 bormi? 2 ni qavslar shaklida chiqarib olsam, bu yerda nima bo'lyapti? AB qo'shilgan BH qo'shilgan AH. Mana shunga bir topib qo'ysak bo'lar ekan, buni. Ya'ni qayerdan keladi degan bo'lsak, mana tepadagini javob ko'rdi. Javob qilayapmiz. Yana bitta oson savol. A bilan ko'ring. A bilan bitta turibdi, qaranglar. A bilan bitta harf ko'paytirilyapti. Mana A bilan bitta, A bilan ikkita. A bilan ikkita harf ko'paytirilyapti. B bilan bitta, B bilan ikkita. To'g'rimi? Ikkita. H bilan bitta, H bilan ikkita. Adashmasdan shunday cho'chishlarda birinchi A ni B ga ko'paytiramiz. A ni H ga ko'paytirasiz. Buni bunga aling. Formula esingizdan chiqqan taqdirda A ni B ga ko'paytirasiz, A ni H ga, A ni B ga ko'paytirib turib, endi H ni ham nima qilib qo'yamiz? B ga ko'paytirib qo'yamiz. Osonmi? Mana hammasini kelib qo'shib qo'yapmiz. Endi topishimiz kerak bo'ladi. 2 ko'paytirilgan qavs ichida bizda bir tomonda necha teng edi? 3 ko'paytiraman. 3 ko'paytirilgan B nechaga teng edi? 1. B nechaga teng edi? Mana bu yerga yozib qo'yaman. A teng 3 ga, B teng nechaga? 4 ga. B teng 4 ga, H teng 2 ga. Demak, A va 3 karra 4 qo'shilgan B H necha bo'lyapti? 4 karra 2 qo'shilgan A H necha? 3 karra 2 bo'lyapti. To'g'ri, shunda teng bo'lyapti. 2 ko'paytirilgan qavs ichida 12 qo'shilgan 8 qo'shilgan 6 bo'lib turib, 2 ko'paytirilgan necha bo'lib qolyapti? 26. Demak, javob 2 santimetr kvadrat bo'ladimi? Detsimetr kvadrat bo'lyapti. Domla kudya kvadrat kvadrat desalar, ha, mendan nima so'rayapti? Yuzini so'rayapti. Hajmini so'raganda nima qiladi? Hajmini so'raganda hammasi bir-biriga. Yo'q, hajmini so'raganda ko'paytirib so'rasin. Yoki ko'p qilib ishlab